Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mehr ko'rsatuvini yana sizning e'tiboringizga taqdim etmoqdamiz. Har kimni ham qariganda qilsin aziz, farzandlari poylariga cho'ksinlar tiz. Uxoh o'g'il bo'lsin yoxoh qiz, otasining xizmatini qilsin doim, onasining hurmatini qilsin doim. Biz farzandlarga mehri daryo onajonlarimizni, xonadonimizni suyanchiqlari bo'lgan aziz padar buzrukvorlarimizni xizmatlarini qilib, duolarni olib yashash ilohim nasib etaversin. Bizning bugungi ko'rsatuvimiz qahramonlarini jondan aziz farzandlari Nasiba opa chiroyli niyatlar, samimiy istaklar bilan muborakbod etyaptilar. Qo'lakandoz qishloq jamoati Abduvohid Karimov ko'chasida istiqomat qiluvchi Yo'ldoshboy otamiz hamda Hikoyatxon ayamizni bugungi ulug' ayyomlari bilan farzandlar barcha yaqinlar nomidan Nasiba opa chiroyli niyatlar bilan muborakbod etyaptilar. Har doimgidek ko'rsatuvimiz hamkori Mehrobod shaharchasida joylashgan Shirin plus shirliklari tayyor, sovg'alarimiz tayyor. Ko'rsatuvimiz qahramonlar xonadonlariga birgalikda yo'l olamiz. Azizlar, biz ijodiy jamoamiz ko'rsatuvimiz qahramonlari Yo'ldoshboy ota hamda Hikoyatxon aya xonadonlariga keldik. Otaxon va onaxonni farzandlari jam bo'lib bizni qarshi olishdi. Chiroyli niyatlarni, samimiy istaklarni birgalikda izhor etamiz. Nasiba opa nomlaridan har birimizni qalbimiz ardog'idagi insonlarimiz bu bevosita bizning padar buzrukvorlarimiz va mehribon onajonlarimiz. Ular uchun biz farzandlar ham doimo jonimizni berishga tayyor turamiz. Ilohim baxtimizga ota-onalarimiz omon bo'lsinlar. Otaxon va onaxonga sovg'alarni topshirib, chiroyli niyatlarni birgalikda izhor etamiz. Tog'ajon, yaxshimisizlar? Aya, assalomu alaykum. Yaxshi yuribsizlarmi? Sog' salomatmisizlar? Asli bugun kimni tug'ilgan kuni? Xo'jayinlar. Otaxonni tug'ilgan kunlari? Ilohim sog' salomat bo'ling. Hamma farzandlaringiz, ahli oilangiz, yaqinlaringiz nomlaridan tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbdan muborakbod etamiz. Musofir yurtidagilar nomidan alohida tabriklaymiz. Musofir yurtlarda kimlar bor? Qizlarimiz bor. Kimdan tabrik kutyapsiz? Nevaramdan. Kim nevaringiz? Nazira. Yana kim bor musofir yurtida? O'g'lim bor. Kelinlar bor. Nevalar bor. Hammasidan bor. Kuyovlar bor. Nevara kuyovlar. Nevara kuyov bor, ota kuyov bor. Xonadonimizni suyanchig'i, bizni farzandlarni duogo'yi, maslahatgo'yi, har doimo har qanday muammolarimizni yengib o'tishimizda bizga madadkor bo'luvchi tabarruk padar buzrukvorimizga eng yaxshi niyatlarimni yo'llash shu o'rinda qalbimiz ardog'i mehri daryo volidamizga ham chiroyli istaklarimizni taqdim etasiz deganlar.
Ahli oilangiz, barcha yaqinlaringiz nomidan Nasiba opa, Ravshanbek aka nomlaridan alohida tabriklayman. Shu o'rinda Nargiza, Zulayho, Farruxjon, Alisher, nabiralaringiz Nazira, Manzura, Nozanin, Shaydo, Shirozbek, Fayozbek, ivarachalaringiz bor ekan, Shirin Shakar, Jonibek, Madinaxon, Maryam, Azizaxon nomlaridan barcha ahli oilangiz, yaqinlaringiz nomlaridan tabriklayman. Rahmat, rahmat. Padaru buzrukvorimiz hamda Mehridaryo onajonimizni juda ham yaxshi ko'raman. Eng ezgu va samimiy tilaklarimni yetkazingiz. Sababi biza farzandlarni har qanday kunimizda yonimizda turib, hayotning qiyinchiliklarini yengib o'tishimizda bizga madadkor bo'lishgan. Buning uchun padaru buzrukvorimizga alohida rahmatimizni, onajonimizga rahmatlarimizni yetkazasiz deb yaxshi niyatlarni bildirishgan. Musofir yurtidagilarga, shu yerdagi farzandlarga yaxshi niyatlaringiz ota. Endi men niyatim mana bular hammasi o'g'il qizlarim, nevaralarim, mana kuyovlar, nevara kuyovlar, katta kuyovlar, o'g'il qizlarim hammasini umrini bersin, ularning ishini rivojini bersin, salomatligini bersin, o'sin o'ldirmasin, birovdan kam bo'lmasin, hamma vaqt insofini bersin, bular avvalambor insofini bersin. Mana u xo'jaligim desin, bu xo'jaligim desin, ikkalasi mana ikkita bo'lgandan keyin nima bo'lib turib bir-biriga suyanib, mehnat qilib oilani boqayotgan, yaxshi xudondani mana xudo deyotgan, ikkita oilani baxtli qilayotgan odamlardan, balalardan bo'lib yetishsin bular. Hammasiga mana tinchlik, omonlik umrini bersin, hammasini ishini rivojini bersin, salomatligini bersin, o'sini o'ldirmasin, birovdan kam bo'lmasin, hech qachon kamchilik ko'rmasin. Ilohim aytganingiz kelsin. Ayajon otaxonni tabrikladingizmi bugun? Endi sizga qarab turman, bila tabrik. Tabriklaganlar. Bizani kelishimizni kim biluvdi? Sizlarning kelishlaringni Men bilaman. Qizlar bilishgan. Aya siz ham biluvmidingiz? Yo'q, eshitgan gapga. Ha, yavara ular kelsa birga tabriklayman deb qarab turgan-a siz. Iloyim, Xudoyim bularning umrlarini uzun qilsin, tan joylari sog' bo'lsin, past yana bizga bosh-qosh bo'lib, sog' salomat bo'lishsin. Farzandlar necha kishi ayajon hammalari bo'lib? 5 ta farzand. Necha qiz, necha o'g'il? 3 qiz, 2 o'g'il. 3 qiz, 2 o'g'ilni tarbiyalab, voyaga yetkazib, hammalarini tinchitib, uyli joyli qilib, Xudo xohlasa. nabiralarni ham tarbiyalab voyaga yetkazyapsizlar. Xudo Nabiralar xohlasa. necha kishi? Nabiralar 4 ta, 5 ta. 5 ta. Nabira kelin ham olgandirsizlar. Yo'qda, kuyov boyu, Nabira kuyovlar bor. bor, kuyovlar bor, nabira kuyov bor. Sog' bo'linglar, hamma yaxshi niyatlarni bildiramiz musofir yurtidagilar nomidan, ahli oilangiz nomlaridan, mehr ko'rsatuvi ijodiy jamoasi nomidan alohida tabriklaymiz. Rahmat, ilohim sog' bo'ling. Yuzlaringizni ham kelib tabriklash ilohim nasib qilsin. Rahmat. Bizning farzandlarning niyatlarimiz juda ham jiddiy. Padar buzrukvorimizni hamda Mehridaryo onajonimizni Xudo xohlasa haj umra safarlariga jo'natish niyatlarimiz bor. Ilohim omon bo'lishsin, bizning farzandlarni duo qilib turishsin. Juda ham qadrli insonimiz bizani tabarruk padar buzrukvorimiz hamda Mehridaryo onajonimiz. O'shanday insonlarning farzandlari bo'lganimizda hamisha faxrlanamiz deb yaxshi niyatlarni bildirishgan. Rahmat. Ilohim sog' bo'linglar, yuzlarga kiringlar. Rahmat. Siz bor nigohimdan titraydi tog'lar, siz bor dushmanlarim yuragizada. Siz bor osmonimda uchmaydi zog'lar, yaxshiyam yonimda bor sizda dada. Mayoqdek chorlaysiz yo'qotsam yo'lim, sizlar nurafshondir o'ngim usulim. Uzatsam oylarga yetadi qo'lim, yaxshiyam yonimda bor siza dada. Qo'lingiz yelkamda biror g'amim yo'q. Ko'plardan ko'pim bor, lekin kamim yo'q. Davringizda dardli o'tgan damim yo'q, yaxshiyam yonimda siz borsiz dada. Savlatim yarashar davralarga xo'p. Otangga balli deb maqtaganlar ko'p. G'animlar sancholmas ko'zlarimga cho'q, yaxshiyam yonimda borsiz dada deyishgan. Ilohim sog' bo'ling, farzandlarning yonida har doimo qalqon suyanchiq bo'lib turing. Hamma yaxshi niyatlarni bildiramiz. Onaxon mana shunday yaxshi kunlaringizda hamisha yoningizda chiroyli bo'lib tursinlar. Rahmat. Turmush qurganlaringga necha yil bo'ldi aya? 72. 72-yil. 72, 71 yil. 53 yil bo'ldi. 53 yildan beri birga yashab, farzandlar, nabiralar tarbiyalab voyaga yetkazib kelyapsizlar. Xudo xohlasa. Ayamlarni qayerdan topgansiz? Ko'chadan esa to'g'ri kelmaydi ona. Tepa ko'chada. Ha, Mazorbon tepasidan topganman. Yo'q, qarindoshingiz emasmi? Yo'q, besh begona. Sinfdoshingiz emasmi? Yo'q.
Yo ota-onangiz davrlarida topishgan davrlarda. Ilgari biza to'g'ri gap sevishganimiz yo'q. Ha. Armiyadan kelgandan keyin bu dadamlar, buvimlar harakat qilishib topgan. Keyin o'zim matutcham bilan osh etib berganman. Onaxon uylariga. Ha, top. Qayerda xizmat qilgansiz? Avvallari mana sobiq ittifoq davrida boshqa davlatlarda, chet davlatlarda xizmat qilishgan, masalan. Endi mana to'g'ri gap, men Dannimastovda Primorskiy kraye Shkotova degan joyda xizmat qilganman. Ha. Mana xizmatni 2 yil bo'ldi, bizga borgandan keyin 2 yil bo'ldi, bizga boshqa xil forma berdi. Ha. Avval mamlakatga forma edi, keyin kastim shim berdi. Shuni bizga tarqatdi. Keyin keldik, mana bu yerga kelib ish qildik. Mana qishloqqa endi men juda ko'p mehnat qilganman, to'g'ri gap. Nimaga mana shu Parijdan 70% xo'jalikka kirib chiqqanda mana hech bo'lmasa bitta meh qoqib ketgan. Aytdi, Chilgazda bozor bo'lib, pollar remont qilib chiqdim. Ustada sizlar? Ha, usta. Chilga bozor bo'lib, remont qildim. Ha. Katta mazor bo'lib, polni bag'in, devorni, janozaxonasi, panozaxonasi hammasini qilgan. Men qatnashganda esa brigada boshqa emas, ishlagan. Asosiy mehnatni bajargan. Ha, asosiy mehnatni bajargan. Undan keyin 10 yil shopirlik qildim nimada, pochtada. Telefon radioda 10 yil ishladim. Keyin 10 yil stroy brigada bo'lib ishladim. Kolxoz plan bermadi bizga, ilgari plan bermasdi-da. Raisbom plan bermasdi. 10 yil stroy brigada bo'lib ishladim. Butun bor. Falonchilikni qil, tugunchilikni qil, jo'nataversa boraverganda biz endi. Ha, u davrlarda endi. O'sha vaqtda 60 so'm, 70 so'm, 80 so'm oylik beradi. O'sha barakali oylik edi. Mana endi hozir o'ylab ko'ring, hozir 100 so'm bo'lsa, ko'chaga chiqsangiz yetmay qoladi. Ha. Nima qilasizz? Bu davrlarda fayz boshqacha bo'lgan, barakasi bo'lgan. Mehr oqibat bo'lgan, ha? Hozir mehr oqibat. Mana endi hozir bir xil nimada mana aka-ukani balasi bir-birini tanimay qolyapti. Bordi keldi, borgan sayi kamayib ketyapti-da endi. Qo'shilish kam hozir, qo'shilish. Ilgari misol uchun biza borib misol uchun o'rtog'imiznikiga yotib keladi, o'rtog'imiznikiga yotgani boradi. O'rtog'niki qarindosh ham emas. Shu o'rtog'imiznikiga borib yotib keladi. Hozir qayerdan bu aka-ukasinikiga borib yotmaydi hozir. Nima emas. Endi Rossiyadagilarga yaxshi niyatlaringiz. Rossiyadagilarga yaxshi niyatim misol uchun mana hammasi mana nevaralarni, o'g'il qizlarni, kelinlarni hammasini umrini bersin avvalambor. Ishini rivojini bersin. Salomat bersin. Yaxshi o'qib, bir-biriga mehr oqibatli bo'lib yashasin. Buni umrini bersin, xo'jaligi teng bo'lsin. Osini oldirmasin, birovdan kam bo'lmasin. Hamma vaqt bir-biriga mehr oqibatli bo'lib yashashsin. Qolganiga bilan biza kafil. Yetmaganiga biza kafil. Yog'ga duolar qilib o'tirasiz. Har kun duo, har kun. Sog' bo'ling, yana bir bora tabriklayman. Musofa yurtidagilar, shu yerdagi farzandlar, yaqinlar nomlaridan hamma yaxshi niyatlarni bildiraman. Onaxon bilan 100 yoshga kirganda ham farzandlarni, nabiralarni ardog'ida yashaydi. Rahmat. Har doimo duolar qilib yuring. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Salomat bo'ling. Ishlaringiz rivojini bersin. Salomat bo'ling. Tuni tabriklayman. Umrga umr qo'shilsin. O'g'lingizni umr bo'yicha xizmat qiling. Biza doimo xizmatda. Biz ham siz aytmoqchidim, mana ham o'g'lim Rossiyada, Rossiyada-ku mana. To'g'ri hayotda, to'g'ri ko'rsasin, yaxshi hayot ko'raversin. Keyin insonga hammasiga omad, ishga rivoj. Faxrlanib yuramiz shu baland qasamizda. Bo'lgan shular bo'lganingiz bilan. Inson yo'g'ini qidirasa ketadi. Shu yerda hamma narsa bor. To'g'ri tushunish kerak. Assalomu alaykum. Sizlar yaxshimi? Avvalambor sog'liqlaring yaxshimi? Tug'ilgan kunlar mana nima niyatlaring bo'lsa, niyatlaringga yetinglar. Bizga bosh qosh bo'lib yuringlar. Hamma vaqt tanijonlaring sog' bo'lsin.
hamma aka ukalar nomidan, bicham nomidan hammalaringni tabriklayman. Nima niyatlaring bo'lsa niyatlaringga yetinglar. Sizlar jigarmi? Jigarlar. Jigarlar necha kishisizlar hammalaring bo'lib? Bizda 8 ta. Ha. 8 ta Rossiyada. Shu yerda Rossiyada. Ha, shu yerda Rossiyada. Ha. Ha, shunday. Ha. Yaxshi bo'ladi. Saflaring kamaymasin. Rahmat. Jiyanlarim ham sog' bo'lsin. O'shaqda bo'lsa ham bizani yuqlab turadi. Shunga ham Xudoga shukr. Shularni orqasidan mana biz ham shunday bo'lib boramiz. Dadamizni o'rniga dadalar, buvimizni o'rniga buvalar. Xudoga shukr. Shukr qilamiz. Sog' bo'lsa, biz ham sog'. Mana bugun biz Quda bobomni tug'ilgan kunlariga hamma qarindosh urug'lar, Quda indalar yig'ilgan ekanmiz. Men bu oilaga mana yaqinda qizlarni, nevaralarni kelin qilib oldim. Ming rahmat shunday odamni qizini qilganimga, tarbiya berganlariga ming rahmat. Xolamlarga, tog'amlarga uzoq umr so'rayman Xudodan. Ilohim boshimizga bosh bo'lib, sog' salomat bo'lib yursinlar. Yanagi shu vaqtga hammamiz yana sog'lik, salomatlikda, bag'ri butunlikda yetishi Allohim nasib aylasin. E'tiborlaringiz rahmat. Assalomu alaykum bobojon, yana bir bor tabriklaymiz. Bunaqa tug'ilgan kunlarda 100 ko'pini ko'ravering. Hammamiz boshimizga sog'-omon bo'lavering. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ilohim baxtingizga sog' bo'ling. Na yoshlarning ko'pini ko'ring. Xonadonimiz poydevori, suyanchig'i, dadajonimning tug'ilgan kunlari. Ilohim sog' bo'ling, baxtimizga. Bunaqa kunlarni ko'pini ko'rib yuring. Mana Rossiyadagi xo'jayinim, bolalarim, opalarim, pochchomlar. Ularni nomidan ham tabriklayman. Ilohim sog' bo'ling dadajon. Nimaki niyatlaringiz bo'lsa hammasiga erishing. Hecham kasal bo'lmang. Mana bunlar bilan uzoq umr ko'ringlar. Ilohim sog' bo'ling. Bugun mana dadajonimning tug'ilgan kunlari. Ilohim sog' bo'lsinlar, baxtimizga hamisha bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rayursinlar. Rossiyadagi xo'jayinim nomlaridan bichalarim, qaynsinglim, Zulayho, Nargiza, Nasiba bichamlar hammalari nomidan tabriklayman. Hamisha mana shu bugungidek xursandchilik kunlarni ko'rayuraylik ilohim. Mana hammalaringga rahmat. Hammalaring katta bo'linglar. Bundan keyin mehr oqibatli bo'linglar. Mana bugun men tug'ilgan kunimni o'tkazamiz. Lekin mana Rossiyada ikkita nevaramni tug'ilgan kuni bu. Bittasiniki bugun, bittasiniki ertaga. Shularni ham hammasini baxtini tilayman, umrini tilayman. Mana bahri bo'lsin, nima bo'lsin, katta bo'lsin, sog' salomat yursin hamma. Mana dada bo'lsin, orzu-havasini ko'rsin. Salomat bo'ling. Ayajon, mana shu Guldastani musofir yurtidagi shu yerdagi farzandlar nomlaridan qabul qilasiz. Xonadonimizni farishtasi, jannatimiz onajonimizga taqdim etasiz deyishganida qabul qilasiz. Rahmat. Ilohim sog' bo'ling, yuzlar bilan yuzlashing. Hamisha otaxonning yo'llarida yuring. Rahmat. Sizlarga katta rahmat. Shuningdek, musofir yurtidagi Nozani, Fayozbek, Shaydoxonlarning tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Doimo sog' bo'lib yursin. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib, ota-onasiga mehnat qilayotgan farzandlar bo'lib yetishsin. Ilohim sog' bo'lib yursin. Tabriklayman. Hammamiz nomidan tabriklayman. Ilohim sog' bo'lib yursin.
baxtimizga. Nasiba opa, mana tabarruk xonadoningizga keldik. Padar buzrukvoringizga, Mehr daryo onajoningizga, yaqinlaringizga chiroyli niyatlaringizni izhor etdik. Har doimo har birimizni yonimizda mana shunday ota-onalarimiz sog' va salomat bo'lsinlar. Ular bor ekan, ularning duolari, shirin so'zlari, mehrlari bilan siz singari yaqinlarimiz musofir yurtlarda mehnat qiladilar, ishlaydilar. Ilohim barchangizni Alloh o'z panohida asrasin. Mayliga kamlarim to'lmasa to'lmas, qalbda ozor guli so'lmasa so'lmas. Oltindan saroyim bo'lmasa bo'lmas, siz borsiz boylarning boyiman ota. Ko'nglimda ko'rinmas baxtning sarxati, peshonamda taqdir yozgan dastxati. Kerakmas boy degan hayot zarhati, siz borsiz boylarning boyiman dada. Bizning yonimizda mana shunday ota-onalarimiz bor bo'lsalar, biz har qanday insondan boy bo'lib yashayveramiz. Ota-onalarimiz bizning davlatimiz, savlatimiz, jannatimizdir. Ular hamisha sog' va salomat bo'lsinlar. Otaxon va onaxonni barcha farzand va nabiralar, yaqinlar nomidan Nasiba opa sizni umr yo'ldoshingiz, farzandlaringiz nomlaridan barcha ezgu va samimiy tilaklar bilan muborakbod etamiz. Qolaversa Mehr ko'rsatuvi ijodiy jamoasi nomidan sizga, ahli oilangizga, otaxonga, onaxonga chiroyli niyatlarimizni yo'llab qolamiz. Ota-onalarimiz hamisha duo qilsinlar. Ularning duolarida yurtimiz tinchligi, farzand va nabiralarning baxti va saodati bor. Ana shunday ekan, ota-onalarimiz hech qachon kasal bo'lmasinlar, sog' va salomat, bardam baquvvat bo'lib yashayversinlar. Baxting shu mehnatga yarasa joning, duoda so'rashsa rizqing ko'paysa. Baxting shu mehnatga yarasa joning, duoda so'rashsa rizqing ko'paysa. Davlating shu sening umringni tilab, otangni yonida onang o'tirsa. Davlating shu sening umringni tilab, otangni yonida onang o'tirsa. Balolar qaytadi fayzi nuridan, jilmayib qarashsa uyning to'ridan. Balolar qaytadi fayzi nuridan, jilmayib qarashsa uyning to'ridan. Xatolar qaytadi nasihat qilib, otangni yonida onang o'tirsa. Xatolar qaytadi nasihat qilib, otangni yonida onang o'tirsa. So'zlasang so'zlaring ravon bo'ladi, borligi joningga darmon bo'ladi. So'zlasang so'zlaring
ravon bo'ladi. Borligi joningga darmon bo'ladi. Ko'ngling to'q bo'ladi, ko'ngling to'ladi. Otangni yonida onang o'tirsa, ko'ngling to'q bo'ladi, ko'ngling to'ladi. Otangni yonida onang o'tirsa, otangni yonida onang o'tirsa. Ona sizni dardi yomondir yomon. Otasiz farzandni o'ldirar armon. Ona sizni dardi yomondir yomon. Otasiz farzandni o'ldirar armon. Yolvor ayirmasin Alloh mehribon. Otangni yonida onang o'tirsa, yolvor ayirmasin Alloh mehribon. Otangni yonida onang o'tirsa, otangni yonida onang o'tirsa. Baxting shu mehnatga yarasa joning, duoda so'rashsa rizqing ko'paysa. Davlating shu sening umringni tilab, otangni yonida onang o'tirsa. Davlating shu sening umringni tilab, otangni yonida onang o'tirsa. Ey otangni yonida onang o'tirsa.